Assalomu alaykum, kanalimiz a'zolari. Mana xudo xolasa keyingi ishlarimizni olib kelib o'rnatdik. Bu yerga ikkita eshik, ikkita rom olib kelib o'rnatib berdik. Romlarimiz biri 40 ga, biri 60 lik romlar bo'ldi. 3 ko'zli qilib bering dedi. Oq aynalarda 3 ko'zli qilib berdik. Xudo xolasa ishlarimizni ko'rib baho berasizlar. Romlarimiz mana juda go'zal, chiroyli bo'lib, mokriy fasonda bo'ldi. Rangini mokriy qilib bering, uyimizga patalolarga mos tusunda bo'ldi. Mana o'ta go'zal bo'lib, chiroyli bo'lib o'rnadi mana. Xudo xolasa ishlarimiz bemalol murojaat qila olasizlar. Eshiklarimizga gulli, yodoviy gulli solib berdik. Germetiklanib, hamma yo'g'i ichida kel. 1 kvadrat metrini 800 ming so'mdan qilib berdik bunimizni. Bitta eshigimiz 1.800.000 so'mlik bo'ldi. Ko'rishlaringiz uchun hamma yo'g'i ichida bo'lib, go'zal olib, borib o'rnatib berdik mana. Mana ko'rishingiz uchun xudo xolasa o'ta go'zal qilib olib kelib o'rnatib berdik. Orqa ko'rinishlarini ham bir qator ko'rib qo'yasizlar. Mana zamoylarni ham ishlashlari. Orqa oldilari deganlarga mana orqalari ham zazonlari bir xilda bo'lib, zamoylari toza zamoylardan chiqqan, osha-moshalari 3 tadan bo'lgan. Bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Nomerlarimiz 88 lik 332 11 66. Podg'onlarni ham ichida olib kelib o'rnatib berganmiz. O'sha joyimizga ikkita eshik, ikkita romimiz 5.800.000 so'mga olib kelib o'rnatdik. 08 MDFda oynaga ichida osha-moshig'i hamma yo'g'i kelib o'rnatishi bilan shunday qulf kalitni qo'liga topshiramiz, ligirovkalarni qilib bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Vodiy bo'ylab olib borib o'rnata olamiz. Andijon, Namangan, Farg'onaning hamma tumanlari, Namanganning hamma tumanlariga, o'zimiz Andijonning hamma tumanlariga olib borib o'rnatib bera olamiz. Bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Nomerlarni pastda qoldirib ketamiz.